O'tgan kunda reklamaga qo'ygan mashina Cadillac Escalade 2025 yil 5-oy ishlab chiqarilgan, atigi 4,5 kilometr yurgan. Full optionda. Eshiklari ham avtomatik ochiladi. Qaranglar, ichlarni ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'g'i chotki. Full optionda. Panorama, tom, hamma narsasi bor. Do'stlar, kema bo'lib yotibdi. Juda ham bir tarafga tilojiz. Mashinani ko'rishinglar mumkin. Oq salonda juda ham chiroyli ishlangan. Motori 6.2 benzinda. Narxiga keladigan bo'lsak, $116,000 deyilyapti. Uje bu sotildi bugun mana. Inshaalloh bugun ertaga chiqib ketadi. Ko'rishinglar mumkin. Motor diskalarda eshiklari elektronik, ochiladi, yopiladi. Ular kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib